Assalomu alaykum aziz kitobxon do'stlarim. Men hozirgi paytda Samarqand viloyat pedagogika mahorat markazida malaka oshirishdaman. Markazdagi kutubxonada kitoblar orasidan Yashamoq asari kitobini o'qib juda ham ta'sirlandim. Bu kitobni yo'q va oddiy, sodda tilda juda ham tushunarli qilib yozilgan. O'qigan odam ko'z yoshlari umuman tinmasdan o'qiydi. Bu kitobni o'qigan o'quvchi muammolarga tushib qolganda sabr toqat qilishni, har tomonlama, har qanaqa zarbalarga chidashni o'rganadi. Asardagi asosiy qahramon uchun bu yerda bu juda ham boy inson bo'lgan bo'ladi. Buning birgina qilgan aybi bilan, ya'ni qimorda butun mol davlatini yutqazib, qo'ygandan tashqari hamma narsasini yutqazadi. Uning qiyinchiliklari hammasi shu yerdan boshlanadi. Feng Hua mana shuncha qiyinchiliklarni hammasini yengib o'tdi. Shu kitob shu tomonlama meni juda ham qiziqtirdi. Sizlarga ham mana shu kitobni o'qishni tavsiya etaman. E'tiboringiz uchun rahmat aziz kitobxon do'stlarim.